Mana hozir rasmda ko'rib turgan xonadoninglarni 90-yilda qurilgan holatida qanaqa qilib bu zamonaviy holatga keltirganimiz haqida uy egalaridan o'zingizlar qisqacha o'zlaridan eshitasizlar. Mahmud aka, marhamat. Haqiqatda bu uyimizni to'g'irlashga ko'p harakat qildik, lekin loyihachilar buzib tashlaganda to'g'irlolmaysan, ertaga qiynalasan, ishlatolmaysan, xunuk bo'lib qoladi devordi. Sizga murojaat qildik. Yaxshi решение bo'ldi. Mana chiroyli chiqdi deb o'ylaymiz. Ham vaqtdan yutildi, ham puldan yutildi. Chunki buni noldan shu 11 sotuvlik hovlida bu salkam. Juda ko'p vaqt ketib qoladi, ya'ni qurishga. Shunaqa, ancha-muncha pul ekonom qilib qolindi fasaddan. Fasaddan ham, ichkaridan ham, hamma yoqdan yaxshi ekonom bo'ldi. Ham qulay bo'ldi, yashash uchun juda ham qulay bo'lgan. Eng esda qolarlisi mana shu uchastkamiz remont qilishimiz bir 3-chimi shunaqa endi odamlar bilan qilamiz. Har doim maslahatlashib, odamlar ham yaxshi quruvchilar. Shu zinani hech qanaqa to'g'irlay olmadik-da. Qanaqa qilib shuni qulay qilsa bo'ladi. To'g'ri tushirsa yo'ldan chiqib ketyapti, chapga bursak noqulay bo'lib qolyapti. Shu bitta epizodini to'g'irlab berishda shuni o'zi odam maza qilib oldi-da. Baribir ishini ustasiga topshirgan to'g'ri deb bilasiz. To'g'ri, mutaxassis qilish kerak. Baribir endi uchastka qurish qiyin-ku. Pul sarflaydi-da, ertaga bu sarflagan puli boshqa joyga ham pul ketgan, ham qiynaladi. Mana bekor mashina qilmanman deydi. Endi ozgina ekonom qilishi mumkin loyihachilarga. 1000 mi, 2000 mi, 3000 mi, men bilmayman qanaqa bir summada. Lekin butun umriga o'sha pamix berib yotadi.